Jahon Kubogining O'zbekistonga kelishi nech pulga tushdi? Rostdan ham milliardlab pullar sarflandimi? Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntirib beraman. Xullas, FIFA 2026-yilda Jahon Kubogini 30 ga yaqin davlatga olib borishni rejalashtirilgan tur tashkil qilinyapti. Aynan mana shu tur ichida O'zbekiston ham bor edi va O'zbekistonga Jahon Kubogi olib kelindi. Bu yerda asosiy tashkilotchi FIFA hisoblanadi, bosh homiy esa Coca-Cola kompaniyasi. Ya'ni Jahon chempionati Kubogining qaysi davlatga borishini faqatgina FIFAning o'zi hal qilinadi va katta ehtimol bilan FIFA futboli tez jadal rivojlanayotgan davlatlarga mana shu kubokning borishini ta'minlab beradi. Coca-Cola kompaniyasi esa bu vaziyatda homiy vazifasini o'tab beradi. Ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, Jahon Kubogining O'zbekistonga kelishida hech qanaqa pul to'lanmagan. Bu vaziyatda mezbon davlat asosan tashkiliy masala va xavfsizlik masalasida FIFAga o'zining ko'magini berishi kerak bo'ladi. Keyin yana bir masala do'stlar, Marko Materazzining Jahon Kubogini O'zbekistonga olib kelishida ham biznikilarning umuman aloqasi yo'q. Ya'ni bu vaziyatda Jahon Kubogini qaysi davlatga kim olib boradi degan savolga faqatgina FIFA javob beradi va qo'shimchasiga Jahon Kubogini faqatgina jahon chempioni bo'lgan futbolchilar ushlashi mumkin. Boshqa hech kim bu kubokni ushlashi mumkin emas deb o'sha protokolda keltirilgan. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.